Ko'pchilik moliya bozoridagi arbitraj haqida eshitgan-u, ammo uni asl mohiyatini tushunmaydi. Aslida undan ham foyda qilsa bo'ladi. Keling sodda qilib tushuntirib beraman. Misol uchun, fond bozorida bitta aksiya har xil birjalarda qisqa vaqt ichida turlicha narxda sotilishi mumkin. Bittasida $100, ikkinchisida $101. Mana shu yerda professional treyderlar ishga tushadi. Ularning vazifasi ana shu kichik farqni topish. Ular bir vaqtning o'zida qayerdan arzon bo'lsa sotib olib, qayerda qimmat bo'lsa sotib yuborishadi. Bozor qayerga qarab yurishi ularga qiziq emas. Ularga shunchaki o'rtadagi narx farqini cho'ntakka urishlari qiziq. Bu tezlik, matematika va aniqlik degani. Lekin muhim tomoni, moliya bozorida bunaqangi imkoniyatlar soniyalar ichida paydo bo'lib, keyin yo'q bo'lib ketadi. Chunki siz u yerda robotlar, algoritmlar va yirik trading kompaniyalari bilan konkurent bo'lasiz. Xullas, ikki tomonga ham pul kiritib g'alabani kafolatlash moliya olamining eng asosiy sirlaridan biri. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa va moliyaviy bilimlaringizni oshirishni istasangiz, sahifamga obuna bo'ling.